Endi kontent reja tuzishni o'rganamiz. Unda avval ChatGPTga kiramiz va bu yerda yozamiz. Mana bizaga kontent reja tuzib beradi har kunlik. Bu yerda qisqa tuzgan, lekin yana savol berib bularni uzaytirish mumkin. Masalan, buni olamizda kontent rejani birinchi kunni ko'ramiz. Shok haqiqatlar kuni. Viral post video. Ozmayotganingizning 5 sababi diyetaga aloqasi yo'q. Uyqu, stress, glyukoza tebranishi. Bo'ldi, endi yozamiz. Birinchi kun uchun kamida 3 ta post bo'lsin va foydali tavsiyalar ham. Endi bizga yozib beradi. Mana bizga yozib berdi. Bularni olib qo'yishimiz kerak. Chunki bu o'chib ketadi ertagacha, o'shaning uchun olib qo'yib ertasi surasak bo'ladi. Kopirovat qilib olamiz. Matnni kopirovat qilib oldik. Mana birinchi postni kopirovat qilib oldik. Endi biz Telegramga kiramiz va bu postni bu yerga yuboramiz. Bu yerda to'g'rilaymiz. Endi o'qib ko'ramiz va bu postga mos rasm tanlaymiz. Demak, o'zimizni rasmimizni qo'ysak ham bo'ladi. Menimcha postni yozuvlari yaxshi, shriftlari yaxshi, menga yoqdi. Endi keling, men bunga o'zimni rasmimni qo'yaman. Xohlasangiz shunga mos rasm qo'ysangiz ham bo'ladi. O'zingiz topib. Endi bundan ortiqcha joylarini chiqarib tashlaymiz. Masalan, matn degan joyi kerak emas. G'asi yo'qdan keyin pastga tushiramiz, chunki sababni bu yoqda ko'rsatyapmiz. Pastda sababni ko'rsatyapmiz. Mana bu o'zi bitta gap, bunisi ikkinchi gap bo'lib ketyapti. Mana pastdagiga tegishli bo'lishi kerak. O'qib chiqamiz, chunki o'qib chiqishimiz shart. Nima berayotganimizni auditoriyaga bilishimiz kerak, keyin qo'shishimiz, qayerlarnidir o'chirishimiz kerak. Yaxshi, menga ma'qul. Endi buni istavit qilib, tanlash qilib, uzatish qilamizda.
o'zimizni dieta kanaliga chiqib Xchani bosamiz. Uzatishda o'zi to'g'ridan to'g'ri ketarkan. Qarang, endi men buni ertadan boshlamoqchiman. Ertalabdan boshlamoqchiman. Hozir yubormoqchi emasman. Hozir уже 5:30 bo'lyapti va men ertalabdan ketishni xohlasam, mana bu Telegram belgisini ustiga bosib turaman. Bu yerda xabarni rejalashtirish degan yozuvni ustiga bosaman mana. Demak, bu yerda xabarni men ertaga qo'ymoqchi bo'lsam, ertani belgilayman, soatini belgilayman. Ertaga soat 7:00 da tushishini xohlayman. Bo'ldi, bosdim. Mana ertaga soat 7:00 da bu xabar tushadi. Yopamiz. Mana tushgani yo'q. Lekin mana bu soatchani ustiga bossak, mana ertaga tushadi. Yana endi ChatGPTga kiramiz va ikkinchi postni o'qib ko'ramiz. Bugundan boshlash uchun 3 oson o'zgarish deyilgan. Bu postni ham belgilab olamiz va Telegramga kiramiz. Telegramga kirib, yana o'zimizni viyimizga yuborib, buni o'qib ko'ramiz, kamchiliklarini ko'ramiz. Bugundan boshlash uchun 3 eng oson texnika. Ko'ring, dieta emas, lekin tanani tinchlantiradi. Ovqatlanishdan 5 bir stakan suv iching. Demak, suv haqida gap ketyapti. Oziqlanishdan avval sabzavot, protein, uglevod. Demak, suv haqida gap ketayotgani uchun suvga aloqador rasm topamiz. Galereyamda agar bor bo'lsa, shunga qarab qo'yaman. Galereyada yo'q ekan. Keling, Chrome'dan qidirib ko'ramiz. Bu yerda har xillari bor, qidirib ko'rishimiz kerak. Mana bizga mana shunisi ko'proq mos keladi. Ustiga bosib turib, galereyaga saqlanib qilib olamiz. Har xillari bor. Xohlasak boshqasini olishimiz mumkin. Mana saqlanib qilib olishimiz mumkin. Bizni ixtiyorimizda. Endi yana Telegramga qaytamiz. Bittasini olamiz. Qaysi yoqsa o'zimizga o'shani olamiz. Menga ko'proq mana shunisi yoqdi. Keling, shuni olib vistavit qilamiz. Kopirovat qilgan postimizni. Xohlasak o'zimizdan qo'shishimiz mumkin bu yerga. Faqat bu gapni emas, men sizlarga o'rgatish uchun ChatGPTdan foydalanib qanday kontent chiqarish, bularni o'rgatish uchun qilyapman. Buni agar o'zim qiladigan bo'lsam, o'tirib bitta ruchka daftar olib yozishim va keyin bitta Telegramda bitta har bitta postni yozishim, rasmlarni tayyorlashim kerak bo'ladi. Lekin buni video orqali sizga ko'rsatib bera olmayman, chunki bunga soatlar vaqt ketadi. Lekin ChatGPT orqali tez bo'lgani uchun sizlarga tushuntirib ketyapman. Lekin siz o'zingiz sohangiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zingiz yozsangiz bo'ladi. Men ham ko'pincha o'zim yozaman. 90% holatlarda o'zim yozaman. ChatGPTdan foydalanmayman. Faqat sizlarga o'rgatish uchun ChatGPTdan foydalanyapman. Tezroq ko'rsatish uchun. Aslida ChatGPTdan foydalanishni juda ham yomon ko'raman. Yana belgini ustiga bosib turamiz va xabarni rejalashtiramiz. Birinchi xabarimiz 23 ertaga, ya'ni 7 ga belgilangandi. Ikkinchisini 8:30 ga belgilaymiz. Misol uchun taxminan xohlasangiz 9 ga, xohlasangiz 8 ga belgilasangiz bo'ladi. 8:30 ga belgiladik. Yuborishni bosamiz. Mana 7 da bu tushadi, 8:30 da bu. Bundan tashqari
kanalga kirib, kanaldan o'zimizni kanalni havolasini nusxa olish qilamiz va soatchani belgisiga bosamiz. Bu erta tushishi kerak bo'lgan post. Demak, bunga tahrirlash qilamiz va pastiga albatta link qo'yamiz kanalimizni. Bu muhim. Chunki insonlar bir-biriga tarqatganda aynan shu orqali ham sizni kanalingizga o'quvchilar keladi. Mana. Biroz shamollaganman, shunga ovozim sal bo'g'iq chiqayotgan bo'lishi mumkin. Mana shu belgiladik. Biz ertaga hatto qo'limizga telefonni olib Telegramga kirmasak ham bu postlar o'zi tushaveradi. Bir hafta, bir oyligini ham hatto belgilab qo'yish mumkin. Lekin agarda siz juda uzoq muddatligini belgilaydigan bo'lsangiz, ya'ni bir hafta, bir oylik belgilaydigan bo'lsangiz, orada xabar olib turishingiz kerak. Chunki qaysidiri undovcha bo'lib chiqmay qolishi ehtimoli bor. Chunki men o'zim shu narsani qilib ko'rganman. Asosiy kanalda ertalab chiqadigan xayrli tonglarni bir oyligini belgilab qo'yganmiz, lekin orada qaysidir kuni chiqmay qolgan. O'shaning uchun buni orada xabar olib turasiz, lekin ishingiz chiqqanda juda ham yaxshi narsa. Bo'ldi mana. Ertaga bo'ladigan ikkita post bizda tayyor. Endi yana kiramiz va 3-postni ham xuddi shunday o'qib chiqamiz. Unga mos rasm tanlaymiz. Xohlasak rasm qo'ymasligimiz mumkin. Rasm qo'ymasak ham bo'ladi. Yoki o'zimiz post yozib joylashtirishimiz ham mumkin. Lekin postlarimiz nimagadir foydali, ketma-ketlikda bo'lishi kerak. Bizani maqsadimiz bo'lishi kerak. O'sha kanalga post chiqarayotganda bizni maqsadimiz bo'lishi kerak. Bizani maqsadimiz nima? Men masalan 7 kunlik marafon o'tkazmoqchiman. Shunga qarab postlar o'quvchilarni ozishi uchun, to'g'ri ovqatlanishga harakat qilish uchun ko'proq foydali postlar chiqaryapman bu kanalda. Hali yangi kanal bo'lgani uchun. Agarda bu eski kanal avvaldan bor bo'lganda edi, sotuvga olib boradigan postlar chiqargan bo'lardim. Lekin bu yangi kanal bo'lgani uchun bunda hali sotuvga olib boradigan postlar chiqarib bo'lmaydi. Faqat foydali postlar chiqarish mumkin. 2 oy, 3 oy davomida, undan keyin sotuv qilish mumkin bo'ladi bu kanalda. Qizlar rejalashtirib qo'yishda kanalimni sizlarga ko'rsatibman-u, lekin buni xabarlarni olib bo'lmaydigan qilib qo'yganim uchun bu kanalda ko'rinmay qolibdi ichidagi ma'lumotlar. Endi buni ochamiz. Qanday ochaman? Kanalni ma'lumotlarni yopib ochishni ham o'rgatib ketaman shu joyda. Tahrirlashni bosamiz. Kanal turi maxfiy turibdi. Mana bu yerda kontentni saqlash degani yoniq turibdi. Shuni o'chiramiz va tayyor tugmasini bosamiz. Bo'ldi, tayyor. Bo'ldi. Mana xohlagan bir postimizni biza olishimiz mumkin endi bu kanaldan. Mana postlar ham ko'rinyapti endi. Hammaga ko'rinayotgan bo'lishi kerak. Videoda ahamiyat bermay ketibman. Oldingi videoda shu joyga mana endi qaytadan o'sha joylarni ko'rsataman. Mana soatcha belgisini bosadigan bo'lsam, mana o'sha joylagan postlarim turibdi. Mana ertaga soat 7:00 da tushadi, ikkinchisi 8:30 da tushadi. Buni mana shunaqa qilib ko'rsangiz bo'ladi. Yuborayotganda esa Telegram belgisini ustiga bosib turib, rejalashtirib yuborsangiz bo'ladi. Xohlagancha rejalashtirish mumkin.